Bugun Nero 7 Pro filtrini qanaqa qilib o'rnatishni o'rganamiz. Birinchi tochkasi kran bilan, ya'ni filtr bilan babichka. Otsikator yoki bo'lmasa mana bunaqa. Ikkinchisi kanalizatsiyaga. Uchinchisi rashbak. To'rtinchisi shu toza suv chiqadigan smesitelga. Birinchi o'rinda ichidagi kartrijlarni yechib olamiz. Mana shunaqa salligini обязательно mana shu o'zini arraga tushirish kerak. Tushmasa ozgina cho'zib yuboriladi uni. Bunda mana chetida olib ketgan. Paketlarini o'tishish kerak hammasini. Salafanini. Osmos kartrij tushadigan joy. Bu ham shu oldingi videolarga o'xshab bosiladi. Tirnoq bilan keyin chiqadi. Bosmasangiz qo'yib yubormaydi bu. O'zini joyidan. Filtr o'zi tekshirilgan holatda bo'ladi mana. Ichida suv bilan turibdi. Zavodskoy tekshirilgan bular hammasi. Hop. Prozrachniy kolbaga oddiy paxtali kartrij solinadi. Qiyshaytirganda ham salnik chiqishi boshladi mana. Shuni yaxshilab e'tibor bilan qarash kerak mana shu narsaga. Shu qotirayotgan payt iloji bo'lsa to'g'ri tik holatda turgani ma'qulroq. O'shanda kartrij to'g'ri o'zini joyiga tushadi. Biz 3 ga qilib qo'yamiz buni. Tak 2. Mana basharasi nima edi? 1 2 litr 100. Tak 3 ga 100 tushar ekan. 3 nomerga. Mana shunaqa setichniy kartrij. Hop, ikkinchisiga usti plastmassaga o'xshagan. UDF deymiz biz. Hop, hozir noto'g'ri solindi mana shu ham. Salnigi bor tarafi tepaga qarab tushish kerak buni. Qotirgan paytda iloji boricha mana shu salnikka e'tibor qaratish kerak, chiqib ketish kerak emas bu. Iloji boricha shu qo'lni kuchi yetadigan darajada qotirish kerak buni. Mana imенно mana shu kartrij asosan suvni tozalab beradigan filtrimizni yuragi hisoblanadi.
filtr jigari deydimi? Mana shu narsa bo'ladi. Mana shunaqangi konusning salnigi filtrga qarab, filtrni teshigiga qarab tiqiladi. Juda mana sal bo'shroq ekan. Shunaqa rezbasi bo'sh tushib qolgan joylarga ozgina fum lenta o'rab yuborilsa, zarar qilmaydi. Tayyor bu yoq. Hop, birinchi shlanka atsekateldan olingan filtrga suv kirish qismi bu. Ikkinchisi qorada belgilangan joy. Mana kanalizatsiyaga tushib ketadi. Shlanka kanalizatsiyaga tiqilgan holatda turibdi. Ikkinchi teshik kanalizatsiyaga ulandi. Hop. To'rtinchisi pastda turgan. O'zi 3 bo'lish kerak edi. Hozir to'g'ri ko'rsatamiz. Hamka rashbak qo'ysa yozib ko'rinmay qoladi. Bu rashbakka joyi uchinchisi. O. Hop, to'rtinchisi toza suv olish uchun smesitilga ulanadi bunisi. Va nihoyat oxirgisi rashbak ulanadi. Tayyor. Osmos Pro 6 filtrimizni ishlatib tekshirib ko'rsak bo'ladi. To'pga tiqamiz. Hop, suvni ochishdan oldin mana shu yonida turgan kranni ochib qo'ygan ma'qul. Hozir sababi mana shu imенно shu kran polni ichidagi filtr kartrijida turgan musorlarni hammasini yuvib olib chiqib ketadi kanalizatsiyaga. Suvni ochamiz. Rashbak krani yopiq hozircha. Ketdan davleniya ko'tarilishi boshlandi. Mana shu krani shu bir marta tozalab bo'lgandan keyin bo'ldi. Yopiq holatda turish kerak, bunga tegilmaydi qaytib. Birinchi shunaqa qora suv tushadi. Mana ko'mir kartrijlardan anaqalardan o'tadi, qora bo'ladi buni rangi. O'sha ikki martami mana rashbak bo'shagandan keyin yuvib ketadi. Bu ustalar diqqatiga, misol uchun
qaysidir joyga, bitta joyga ustanovkaga boriladi. Siz уже ustanovka qildingiz, hamma narsa joyida, suv oqmayapti, tezroq. Misol ishni bitirish uchun rashpakka yopasiz. Bu kran уже yopildi, yopilgan holatda turadi. Tepani suvni ham yopasiz. Уже 5 minut yoki 4 minutda уже nasos o'chadi. Agar tezroq ishni hal qilib ketmoqchi bo'lsangiz. Rashpak ochiq holatda bo'lsa, bu kran yopiq holatda turgan bo'ladi. Unaqa paytda 40-45 minutgacha boradi vaqt. Nasos o'chish vaqti, ya'ni. Siz ishni tez bitirib ketmoqchisiz, shu rashpakka yopasiz, u yoqni kranni yopasiz, bo'ldi. 5 minut yoki 10 minut kutasiz, уже nasos avtomatik o'chadi. O'chdan. Hozir mana imenda mana shu joydan suv oqdi. Buni ham fumlen to'rab qaytadan qotirib olish kerak. Fumlen o'ralmagan ekan. Mana shu filtr ko'zimizni oldida 3 ta joydan suv qo'ydi. Mana bitta, ikkita, 3 ta, даже 4 ta joydan ekan. Hammasi joyida. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Tushunmagan joyingizga aloqaga chiqing.